Qitiqning uzuqliq tarkibining yuqori bo'lishini ko'zlab. Voy savcı ustam o'tirib ketibdi. Qanaqalar yaxshimi, tinchlikmi? Salomat keplar. Tinchlik. Kaslar. Nima faoliyatlar bilan shug'ullanyaptilar-da? Shu jambi qish uchun mishada do'kon ochib o'tirdik. Do'konda shu hozircha morojniy. Andan keyin qitiq. Sizin qatorliqni chiqarib yaxshi ish qilyaptilar hamda yaxshi ish harakatlar bilan shug'ullanyaptilar, yaxshi bo'libdi. Qitiqmi bormi? Ha, qitiq bor. Qitiqni o'zimiz shu dehqon ekib turdi, shu dehqonning ekagan sutini qaynatib mishada qitiq chiqarib tabiiy o't. Unda o'zi pek issiqmashib ketgan qitiqlardan bir ish baqaymikan. Qaynadimi? Qayndi. Ecep test qaynaydıkına bu. Bu süt içtik qaynatsak yoki kuchli o't qaynatsak, sütning tarkibidagi uzuqliqlar buzilib ketadi deb qaralgan. Shuni sütni qaynatganchada qitiq o'tish uchun sütni tekshi holatda asta-asta qaynatamiz. Bunday ekanda. Mana tepsidagi turvag'ini qaymoq. Bu sütning tarkibida sütdan boshqa may bor emasmi? Qaymoq amaliyot sütning miya, ya'ni yig'i. Hozir süt qaynadi, to'xtab buni tungiylab so'ishini saqlaydi. Ma'qul. Qitiq o'tganchada qaynagan sütning tarkibidagi qaymoqni har turli asboblar orqali suzib oladigan ish bor ekan. Lekin biz qitiq o'tishda qitiqning uzuqliq tarkibining yuqori bo'lishini ko'zlab suzib olmaymiz. Shu suzib olmasak qitiqqa qaymoqdek jigardek uyuydi. Agar sütning tarkibidagi may tarkibi tuvan, su tarkibi yuqori bo'lsa, qitiqning suti tuvan, uzuqliqi ham mo'l bo'lmaydi ekan. Bunday ekanda. Shunda bizga ham taqiq qitiqchiligimiz bilan 4 kunlik kichik bola. Ammo shu necha ming yilning yog'i, necha yilning yog'i yoki hozir qadar shu qitiq uytib uyda, ko'ch-ko'chlarda 90 yilda sitayotganligiga, shundan jam boqqan onalarga rahmat aytamiz. Hozirmi shahrimizning 90 yillarda yiz bozorida shu qitiq o'zi uytib ketib, ekilib qitiqni, qaymoqni sitib jam boqayotgan nurg'un oilalar bor. Shular shu bir xil qitiqni yaxshi o'tish uchun nima bir xil an'anaviy holatni saqlab qolishga tirishgan kishilar. Bunday ekanda savcım. Shunga shu endi Qashqar shahrida süt qaymoq iste'moli intayin ko'p bir sha'ni bitsa. Mush Qashqarda hamda har qaysi ko'chalar, har qaysi hunar kasbining nomidan qo'yilgan deb qaraldi-ku. Demak, Qashqarda shu süt qaymoq o'tsa, dal süt qaymoqni sotadigan bir bozor bo'lib ekan. Shu nom bilan shuni xalqi naqshildimi süt qaymoqni tilg'ilib o'qiydigan shu kanda? Shunda. Endi shunda demak, shu qitiqning bozori o'lib qolmaydigan bir kasbgan demakchi-ku hamda. Ning sovishi hamda havo temperaturasiga ko'proq bog'liq. Ondan keyin so'rishimizga bog'liq. Endi sütni qaynagan sütni asta so'rib beramiz. Bek so'rib bersak bo'lmaydi ekan. Ondan keyin buningga agar sovuq havo ishtirak suviydi. Bu sütning sovuşu qanchalik vaqt ketadi? Bu birisi havo temperaturasiga munosib. Sovuq rayonda endi süt ishtik soviydigan ish. Endi bunda issiq vaqtda sovush oz bo'ladi. Endi sütning sovutgan jarayonida biz to'xtamay az-azdan yengil so'rib beramiz. So'rib bergan chog'da qaymoqlar ko'pib chiqagan sütlar orilishidi. Orilishib, ochiq qulab qolmaydi. Qitiq ochiq qulab qolsa, yog' tekshi yig'ilibasmi? Ochiq bo'lib qoldigan ish ekan. Biz yengil so'rib berganmiz. Cho'nglim shunday qildi. Mashinalar mamlakatda shu yengil cho'giltida bizning qo'limizda shunday yengil shunday
nima so'rib birimiz. Endi so'rib birishimiz bu shu sut tarkibidagi turli oziqliqlarning anandan keyin qaymoqning tekshi aralashib ketishi. Hem soğutuşa yardım so'rashimiz. Yaxshi sut bo'lsa, shunda ko'pikchilarni oppoq, anandan keyin jarliq chiqadi. Savcı ustam bunu sizlar kimden öğrengen? Endi buni men hozircha inimda o'rganganda emas. Inimda o'rgangan. Anadan boshqa kichik vaqtimda anam qit qo'ysa, cho'nam qit qo'ysa, ko'zim bunda pishib qolibdi ekan. Uni ba anadan keyin bu endi adam ataylik o'qirini topadi degandek, anglashimcha dadamning deyishicha, ash mening dadamning onasi cho'nam shu 50-60-yillarda shu qitiq uytib qaymoqni bilan qitiqni shu shahardagi shu hozir Xambazra yava diye ekilib sitib shu davlat chiqdi ekan. Demak, mana yilqi garchi men boshqa kasbni o'qib, boshqa ishni qilgan bo'lsam, oqibatda yana hozir shu sut qaymoq kasbi, sut bilan aplashadigan bir kasbga o'tib qoldim. Ama yilqi hisobda qandiba degandek bir gap keldi. Qandiba demeklik bilan hamda bu qaraganda shu 3-4 avlod bo'lib qoldi hozir a? Yo'q, arliqda dadam onam qilmagan ekan. Buni avlod desa olmayman. Mana Aypasha xonim qitiq mana qandaroq qo'yibdi bu titpaslar. Voy, bu Ravrusbek chiroyli uyibdi-ku.